Assalomu alaykum Chorvoy Motor kanalini muntazam kuzatib borayotgan ijtimoiy tarmoq va kuzatuvchilari. Xolos mana Shohidan bozoriga yetib keldik. Qo'ldan kelgancha sizlarga yoritib beramiz. 2026-yil 2-martda turibmiz, 3-martda turibmiz va xolosa savdolar bo'lib turgan joydan qo'ldan kelganicha yoritib beramiz. Bittadan like bosib kuzatib turishlaringni so'rab qolamiz. Yo'qolsam videolarimizni boshladik. Mana shu yerdan tashkilotcha bor ekan akalar. Bo'ylari 95 atrofida mana. 95 atrofida bo'ylari. Ha, orqa boshlari. Oyoq qo'llari mana yaxshi bo'ladi. Agar hech pul yaxshimi? 13,5 million so'm narx aytilyapti ekan. Savdosi qanaqa bo'lyapti? 12,300,000. 12,300 ming so'rab turishdi ekan mana. Shu ko'pacha. Agar nomer qoldiraymi qiziqqanlarga? Endi kemada qiladi. Bo'ladigan bormi? 94 bo'ldi. 94 li. Necha? Ya qo'yavering berma. Bo'ldi akalar. Xohlasa savdosi bo'lib turibdi ekan, sotilib ketar ekan. Avvora bo'lishmasin deyishyapti. Xo'p, mana bu yerda mana bunday qora variantidan bor ekan. 95 atrofida bo'ylari. Tanish bilasizmi? 13 ozgina kami bor. 13 undan kami bor. Savdosi nima bo'lyapti? 12 million so'rab turibdi. Lekin mana 12 million so'rab turibdi ekan, lekin berishmayapti ekan. 13 million narx aytilyapti. Kelar. Ha, zo'ra havosi. Agar hech pul ekansiz biz o'chalaringiz. 12,5 nechtasi kami bor? Bo'ldi ana. 12,5 dan kami bor ekan. Akalar mana orqa holatlari. Bo'ylari o'sha 95 atrofida. Ana va ikkinchisi. Zo'chalarni holati yaxshi ekan. Yelka boshlari ham zo'r. Va oppog'idan kerak bo'lsa, oppog'idan bor ekan. Abisi ham bor ekan mana. 12,5 milliondan savdosi bor ekan. Bo'ldi aka, sizga adden olamiz hozir. Aka, bir joyga so'rasa dastlabkilarni qilib berasizmi? Nomerni ayting. 94 li. 303 77 91 ga aloqaga chiqasizlar. Xohlasa vodiy bo'ylab dastlabkilarni qilib berishadi. Telefon qilganlarga kelishtirib berasiz aka. To'g'ondan telefon qiladi. Bo'ldi. Aka, bu nech pul ekan bizakcha? 11 million kami bor. 11 million kami bor. Savdosi qanaqa bo'lyapti aka? Savdosi 7 million 775 ming qilishdi. Yo'q, novasimi bu? 7 million 700 qilishyapti ekan akalar mana. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar, mana oyoq qo'llari yaxshi holatda. Har bitta kallarni kuzatib qo'yib mana. Mana shu qo'tiri bor ozgina. Ozgina qo'tiri bor ekan, mana tuzaladi. O'g'limni ham olib qo'ydim. Stakan. Polvon ekan, eliga to'la. Nomerni ayting aka. 91 li. 91 li. 051 051 30 31. 30-31 ga aloqaga chiqasizlar. Kimga ma'qul kelmasa, xudo xolasa uylarga yetkazib borishadi. Bo'ptaga bazoringizni bersin. Aka, bu chiroylilar nech pul ekan? 24. Mana 24 million narx aytilyapti ekan mana. Shvet ekan mana. Ikki o'yam mana kalla holatlar. Shvet varianti. Nech pul so'rashyapti aka? 21. 21 million savdosi bo'lib turibdi ekan akalar mana. Bo'ylari bir 90-95 atrofida. Nomer qoldiraymi aka? Sotilib ketadimi? Nomer qoldiraymi? Yo'q. Sotilib ketadi. Va xolasa bozoringiz bersin aka. Akalar mana bozorlar avjida qizg'in bo'lib turibdi, savdolar ustida.
Qo'shin. Nimaga aka? Qaysi savdo bo'lyapti aka? Negadasiz? Nechi pul bo'lyapti bugun? 22.200. 22 million 200 savdosi bo'lib turibdi mana akalar, savdosining ustida mana. 11 million 100 dan bo'lyapti ekan mana. Bo'ylari 95. Ha, holatlar. Kalla boshlari ham mana. 22.5. Yaqin bag'rolar. Buzoqchalar yaxshi holatda turibdi mana. 23 millionga ham chiqqan ekan, berishmagan ekan. Endi hozir 22,5 million so'rab turishibdi ekan. Akalar mana bu yerda ham savdosi bo'lib turibdi ekan. Ash tog'amizdan da holat. Ya o'ziga boqadi. Bo'ldi, tog'a necha pul bo'lyapti savdosi bular? Narga 8,5 million o'radi. Bo'ldi, 8,5 million so'm ashiga savdosi bo'libdi. Siz qancha aytyapsiz? 11 ber dedi. Kami bor. 11 million so'm. Kami bor deb yana. U kami bor. Ha, 10 million kami bor mana. To'lagan, to'lagan. 8,5 million so'rab turishdi lekin bergani yo'q. Bo'zakcha yaxshi bo'zakcha ekan. Kalla holatlari oq tumshuq qilib. O'tirishdi mana uka. Bo'ylari bir 80 sm. Bo'ldi, bozorlarni bersa ish bitib qolar shekilli. Nomer qoldirma qo'yadi. Sinatma bitirmayapti. Ha, bitarkanda tog'a mana qizib turibdi savdosi. Bozoringizni bersa. Mana bu yerda mana kichkina bo'zakcha ham savdosi bo'lib turibdi ekan. Nech pul deyapsiz tog'a? 10 million kami bor. Savdosi nima bo'lyapti? 10 millionga kelyapti. Ha, 10 million so'rashyaptimi? Mana 10 million so'rashyapti ekan mana shu bo'zakchani. Bo'ylari bir 88 atrofida. Mana bu yerdan Eston varianti ham bor ekan. Eston variantidan kim qidirib yurgan bo'lsa, topolmayotgan bo'lsa, bo'ldi aka hozir. Mana, yalla orasan. Mana mana sotilgan varianti 12 million so'm bo'libdi mana. Bo'ylari 95 chiqib qoladi. Aka nech pul deyapsiz buni? Buni 11 million deyapsiz-da. 11 million narx aytilyapti. So'ragani qancha bo'lyapti? 9,5 million so'rab turibdi mana. Akalar, Zo'chani holati yaxshi. Chehralari ochiq, lekin bir ikkita hamda qo'tirlar bor ekan mana. Nomer qoldiraymi aka? Sotilib ketadi. Mayli, bozoringizni bersin aka. Mana bu yerdan Shvet variantidan bor ekan akalar. Kimga qiziq? Qancha bu? 9,5 million qilyapti. Aka mana Shvet variantidan kim qidirib yursa, bo'ladigan ko'chadi. Kalla boshlari ana. Yetadi. Tuxum kalla ekan mana. Aka nech pul deyapsiz buni? 14 million deyapti. 14 million narx aytilyapti 12 million savdosi. 300 ming bo'ldi baho. Olib sotarlarga. 12 million 300 ming olib sotarlar baho qilishyapti ekan, lekin berishmayapti ekan. Xolasa ozgina qo'shilsa berar ekan. Kimga ma'qul kelsa telefon qilasizlar. Nomerni ayting aka. Aytmayman. Ya, aytmaysizmi? Bo'ldi aka. Nomerni qo'yishmas ekan. Xolasa sotilib ketadi deyishyapti. Xo'p, akalar. Bu ovasmi nojimmi aka? Nech pul deyapsiz? 2 million deyapti. Nojim variantidan mana akalar so'raganlar bormi? Mana pachkana istagan. Mana qo'llari. 12 million so'm narx aytilyapti ekan. Mana kalla holatlar. Qancha so'rayapti aka? 9 million 200 ming so'rayapti. 9 million 200 ming savdosi bo'lib turibdi ekan. Mana ama yaxshi mol bo'ladi katta bo'lsa. Kallalari ham yaxshi holatda, oyoq qo'llari. Nomer qoldiraymi aka, sotilib ketadi. Sotilib ketadi. Har doim tayin bo'lib turibdi deyishyapti, sotiladi deyishyapti. Agar Shohidon bozorida mana shunday holat. O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani chorvasiga Alloh barakasini bersin.